Navoiyni Hamza asrlarni eshitdi. 5 ta. Hayratullo Abror, Farhod Bashirin, Layli va Majnun, Sabbay Sayyor, Sa'd Iskandar. Bo'lmadi. Boburnoma qachon yozilgandi? 1530-yilda. Bilmayman. O'qigansan-ku, ayt. Esimda yo'q. Ayt. Shartmas. Birga bet qilarmiz-a? Oxirgi paytlar menga kam vaqt ajratyapsiz. Lekin mayli. Imtihonda yordam berdingiz. Hozir kiyim almashtirib chiqaman-a? Bo'pti. O'tgan safar nima bo'lgani esingda emasmi? O'tgan kunlar romanini kim yozgan? Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriy. Nima meni yaxshi ko'radi deb o'ylayapsizmi? Bo'lmagan gap. Bilmagan narsalarimni bilganingiz uchun siz bilan gaplashyapman xolos. Boshqa o'rtamizda hech narsa yo'q. Bunaqa emas. Men ham kiyim almashtirib chiqaman. Borasan. Qaysi birini tiksamikin-a? Nima qilmoqchisan? Hech nima. Bir nima aytamizmi? Xullas senga boshqa vaqt ajratish niyatim yo'q. Har doim menga vaqt ajrating, e'tibor bering, ahamiyat bering deyishing meni g'ashimni keltiradi. Sendaqa tovuq miyalarga yordam bergim ham yo'q. Ko'rishni ham xohlamayman, tushundingmi? Nima? Nima qilib qo'yding? Shaxsiy hayotimga umuman aralashma, tushundingmi? Nima? Meni faqat qizlarni ilintirish uchun o'qiyapsanmi? Kitob ma'lumotlarini yodlab, g'araz maqsadlarda foydalanish uchun o'qilmaydi. O'qigan, bilgan narsalarga amal qiladi, hayotga tatbiq qiladi, tushunyapsanmi? Asarda qo'yilgan qahramonlarning xatosidan xulosa chiqariladi. Nahotki tushunib yetmagan bo'lsang, Nastenka nima uchun har doim yonida turgan xayolparast bolani tashlab, yana eski sevgilisini oldiga yugurib ketganini. O'qish bor, tushunyapsanmi? Sendaqalar faqat ma'lumotlarni yodlaydi, fikrlab xulosa chiqarmaydi. Nima keragi bor shuncha o'qiganingni agar amal qilmasang?